بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الثالث، الدرس الثاني عشر. 12. ders. Hamda bugungi darsimizdagi grammatikalarni yig'inchoqlar vaqtimizda tuvandagi 5 turlik mazmun öğrenişimizni kutib turdi. Birincisi Arab tilidagi lamliq buyruq bil. Yani buni üçüncü shaxs buyruq bil deb tushunsak bo'ladi. Biz til turliga vaqtda doim ikkinchi shaxs buyruq bil chiqaramiz. Yani 6 xil shaklni erlik, birlik, ikilik, ko'plik, ayollik, birlik, ikilik, ko'plikdan iborat 6 xil shaklni chiqarib ekan. Endi bugungi darsimizda üçüncü shaxs ve birinci şahıs buyruq pillarni yasashni o'rganamiz. Endi ikkinchi shaxs buyruq pilni yasagan vaqtimizda, yani amri hodir deymiz buni. Biz fil mudorining ikkinchi shaxsninki oxirini sakin qilish, beshidagi harf mudoriyatni olib tashlayotgandan keyin mas holda agar qilib qolgan harf harakatli bo'lib qolsa o'zbati qilib qo'yish yoki sakin bo'lib qolsa oldiga 3-chi harfga qarab turib pash o'qilgan bo'lsa, pash o'qilgan hamza zir yoki zor o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan hamzani akilish orqali buyruq pil chiqargan to'q. Endi 3-chi shaxs buyruq pilni chiqarishda biz albatta 3-chi shaxs mudori'dan yoki 1-chi shaxs mudori'dan chiqaramiz. Masalan, u ursun demoqchi bo'lsak, urush degan pilni misol qilib, bu 3-chi shaxs buyruq pil. Mushuni chiqarishda biz urvatudu, urudu degan pil mudori'dan chiqaramiz, ya'ni yadribu. Oxirini sakin qilamiz, beshiga zir o'qiladigan lamdan birini akasak lam ish bitdi degan gap. Masalan, liyadrib, liyakul, liyukrim, liyata'allam, liyuillim, liyusafir degandek mushkil shaklda. Yani fil mudori'ning holatini o'zgartmasdan beshiga lamdan birini qo'yamiz, oxirini sakin o'qiymiz. Endi sakin o'qiymiz deganlik o'quvchilar buni tushunishi mumkin. Sakin va sakinga ergashib keladigan bir qancha ahvollar bor. Masalan, naqis fillarda 3-chi harfning tashlanishi, mudoaf fillarda 2 harfni idg'om qilishdan oxirgi harfga zo'r harakat berish qatorliq ahvollar bor. Bularning hammasini birga ergashib keldi degan gap, ha? Mush bo'yicha qilsak bo'ldi. Masalan, yadkhul, liyadkhul, yaqra, liyaqra, yaktub, liyaktub, nanamu, linanam, najlisu, linajlis degandek shaklda. Bu buyruq pilni chiqarish shakllari. Undan keyin ikkinchi mazmun buyruq pildan keyin bulutsiz buyruq pil. Endi bulutsiz buyruq pil albatta biz bulishliq buyruq pilni biz avval ikkinchi shaxsni, undan keyin uchinchi shaxsni o'rgandik-ku. Shuningga o'xshash bulutsiz buyruq pilningmi avval ikkinchi shaxs keladi. İkinci shaxs degan hamallam kallamizga pil mudori'ning ikkinchi shaxsdagi 6 turli pil kap bo'lish kerak, ha? Masalan, yazribudan chiqilgan ikkinchi shaxs pil qaysi? Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribina, tadribani, tadribna. Mush 6 xil shaxsning oldiga la nahiya deymiz. Yani bulutsiz buyruq pilni ifodalaydigan nahining lasini akilish orqali pil mudori'ni shakllantiramiz. Endi buning bir alohidligi 3-chi shaxs buyruq bilan o'rtaq bir alohidlik oxirisi sakin o'qiladi. Beshiga lani kirgizib qo'ysaqlar, mayli 2-chi shaxs olsun, 3-chi shaxs olsun buyruq pil chiqaveradi. Turliga vaqtimizda boyadan qoidaga rioya qilib 2-chi shaxsni avval, undan keyin 3-chi shaxsni, undan keyin 1-chi shaxsni turlaymiz. Masalan, biz odatda normal turliga vaqtda yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribana, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu o'xshash avval 3-chi shaxs, undan keyin 2-chi shaxs, undan keyin 1-chi shaxs turlaydik. Endi men nahiga kelgan vaqtida avval 2-chi shaxs, undan keyin 3-chi shaxs, undan keyin 1-chi shaxsni turlaymiz. Masalan, yadribu degan pilni oldiga nima harf kirgizib, bulutsiz buyruq pilninki lasini kirgizib turlab baqsaq, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna, la adrib, la yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna, la adrib, la nadrib degan shakllarda turlisak bo'ladi. Endi ma'ni jihatda 3-chi shaxs buyruq pilni qilsun, assun, 1-chi shaxs buyruq pilni qilay, itay, bulutsiz buyruqni qilma, atma, 3-chi shaxs bo'lib qolsa qilmusun, atmasun, 1-chi shaxs bo'lib qolsa men qilmay, atmayli, qilmayli, atmayli degandek, bunda ma'ni tarjima qilsak bo'laveradi, ha? Bu
Bugün öğrenmekçi olan ikinci mühim noktalık grammatika. Üçüncü noktalık grammatika. Endi biz pillarni turlash jarayonida mundaq bir ahvolga tushdik. Oldiga lam kelsa, buyruq pilda, bulutsiz buyruq pilda, andikin üçüncü shaxs buyruq pil qatorliq pillarda oxirisi sakin o'qildi ekan. Endi arab tilida fe'l mudori'ni yuqoridagi lam, buyruq pil, üçüncü shaxs buyruq pil, bulutsiz buyruq pillarninki qo'shimchalaridan boshqa sakin qila oladigan vositalarmi bor. Masalan, bugun gelmekçi olmamız dal mushu, ya'ni fe'l mudori talabning javobi bo'lib kelib qolsa, sakin o'qiladi. Talab deganimiz nima desa, talab deganimiz buyruq pel, bulutsiz buyruq pel, andikin tamanni, arad qatorliq narsalar. Masalan, birov bizdan buyruqdan birini talab qilib, buyruqdan birini deb og'izdan uning keyin shuningga mas qadamda fe'l mudori'ni birini keltirgan bo'lsa, bu kelgan fe'l mudori buyruqning javobida kelgan fe'l mudori bo'ladi. Masalan, i'mal amalan solih. Yaxshi amal qil, tadkhul al-janna. Jannatga kirsa. La taksal, g'ururlik qilma, tanjah. İntihamdan yaxshi o'tsa, utuqaznisa. Bu yerda buyruq bildan kim kelgan fe'l mudori, buyruq bilninki nimasi bo'ladi? Javob bo'ladi. Mana shundaq javob bo'lgan fe'l mudorilar sakin o'qilaveradi. Masalan, ibhas tajid, izlab baq, topsa. İclis tasma, desa olta, anglaysa. Qif, naqra, to'xta, o'qiyli. Ta'al, nazhab, kela, bazaga boramiz degandek buyruq bildan killam kelgan fe'l mudori'lar buyruq bilning javobi hisoblanadi. Javobda kelgan fe'l mudori'lar nima qiladi? Sakin o'qiladi. Buning misollari darsda intayin ko'p. Endi 4-chi bugungi nuqtaliq grammatika nudbah, ya'ni mutafajjavun alay deb qo'yamiz. Ya'ni mandub. Bir odam o'zining hasratini ifodalamoqchi bo'lsa, hasratini ishlatadigan shakl. Buningda ikki xil shakl bor. Birisi mutakallimning yozqa, masalan, qaysi taraf nima ishdan hasratlansa, shu narsa mutakallimning yozqa qo'shib ifodalash. Masalan, bosh og'rigan bo'lsa, bosh og'riq bearomlikni ifodalash uchun, ya'ni bearomlikni ifodalash uchun ra'si desimi bo'ladi. Qo'zg'alib qolgan bo'lsa, batni desim bo'ldi. Yoki oldiga vadan birini kirgizib, va ra'sa, va batna degandek oxiriga alif bilan yidin birini kirgizib, bunda shaklda ifodalasin bo'ldi. Mana nudbiningki bearomlikni ifodalash, hasratni ifodalashninki ikki xil shakli. Birisi mutakallimning yozqa mudaf qilib ishlasa bo'ladi. Masalan, ra'si, batni, qalbi va yurkam degandek. Yoki va ra'sa, va batna, va yada degandek shakllarda ishlasin bo'ladi. Mush nuqta kalom aytib ketsa bo'ladi. Ya'ni bu voy degan gap. Andikin 5-chi grammatikalik nuqta, endi biz burunmi azroq o'qiganda qilgan arab tilida ismi fil deydigan bir mabnidan birisi bor. Ismi fil deganimiz o'zi shakli ism, ammo ma'nosi fil chiqadigan. Bu fil mudori ma'noda, andikin modi o'tgan zaman ma'nosida buyruq bil ma'nosida keldi. Ko'pincha hollarda o'tgan zaman bilan buyruq bil ma'nosida keldi. Fil mudorida azur ko'p turib qoladi. Endi bugungi darsimizda ismi fildan deydigan ikki dona so'z bor. Bu ism fil bo'lib ma'nosi atavajja'u, ya'ni men azoblanyapman, bearam bo'lyapman degandek ma'noni ifodalaydi. Bu grammatikalik o'rni ismi fil mabni deb tushunsak bo'laveradi, ha. Yuqoridagi nuqtalarni tushungan bo'lsanglar, biz tekst kelaylik. Masalan, o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beraylik. Ad-darsu sani 10. يا أستاذ لم أفهم درس الأمس جيدا. اقرأه مرة أخرى تفهمه إن شاء الله. خذوا دفاتركم. يأخذ الطلاب دفاترهم. لم أجد دفتري يا أستاذ. ابحث جيدا تجده إن شاء الله، وهو ذو غلاف أصفر، أليس كذلك؟ بلى، ها هو ذا. بالباب رجل يريد أن يدخل. ليدخل. أنا ممرض في مستشفى الجامعة، أريد أن آخذ الطلاب الجدد للتطعيم.
خذهم ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. يخرج الطلاب الجدد وهم 3. اسمعوا يا إخوان، سيزور المعهد غدا وفد من إحدى جامعات نيجيريا، فلا يغب أحد ولا يتأخر، وليلبس كل طالب لبس بلده. لنقرأ الدرس الآن. تعال يا أدنان واكتب هذه الآية على السبورة. ليكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. اكتب يا علي بعد فراغه من الكتابة. من يقرأها؟ ليقرأها محمد فإنه قارئ ذو صوت جميل. ذو صوت جميل. بعد الاستعاذة والبسملة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا أستاذ أريد أن أخرج. لا يخرج أحد أثناء الدرس. ورأساه ما بك يا زبير؟ بي صداع شديد. اذهب إلى المستشفى، وليذهب معك أحد زملائك في السكن. فليذهب معي أدنان. يا أستاذ لم أفهم درس الأمس جيدا. أستاذ تنجونك درسني يخشى تشنمدم. أنا بيدا birinci cümlede pil mudarını sakın okutuqanmasının lemba. Biz bugün bulusuz üçüncü şahıs buyruq bilgan toqanmasmı? Bulusuz buyruq bilan. Şunu olmaz qadamda pil mudarını sakın qıldıqanlardan lemba demekçi. İqra'hu marratan ukhra tafhamhu inşallah. Onu yeni bir qitim oku, Allah xolasa tushunsin. Anmayda tafhamhu degan pil mudari, iqra degan buyruq bilning javobida tushuvdi. Nima o'qitdi? Sakın o'qitdi. Sakın o'qilib bayatimiz tushundigan. Xudu dafatirakum. Daftaringlarni elinglar. يأخذ الطلاب دفاترهم. o'quvchilar daftarlarini evatidi. Lam ajid daftari ya ustaz. Ustaz, daftarimni topolmadim. İbhas jayyidan tajidhu inshaalloh. Yaxshi izla. Alloh xolisa uni topalaysan. Mishada ibhas degan buyruq bilning javobida kelgan tajid fil mudari sakin o'qildi. Va huwa dhu ghilafin asfar. U siriq qopliq. Alaysa kadalik? Shunda emasmi? Bala, shunda. Ha huwa za. U mana. Bilbab rajulun yurida yadkhul. Ishda bir odam kirmoqchikan. Yurida yadkhul, kirmoqchikan. Yadkhul, kirsun. Nima u? Biz hozir degan buyruq bilan oldiga lamni o'qishimiz, oxirini sakin o'qiymiz. Uchinchi shaxs buyruq. Kirsun. Ana mumarridun fi mustashfa al-jami'a. Men universitet doktorxonasidagi sestra. Uridu an akhudha tullab al-judud lit-tat'im. Men yangi o'quvchilarni emlash uchun ibbamoqchi. خذهم ularni apring. ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. Yangi o'quvchilar doktorxonaga berib, emlab bo'lgandan keyin qaytib kelsin. Mushurunda liyadhhab buyruq bil, uchinchi shaxs buyruq bil, yarji'u o'xshashlar, uchinchi shaxs buyruq bil. Oxirisi sakin o'qilyotdi, ha. Endi qo'shib o'qigan vaqtda sakinga zir harakat berdiganligini biz oldingi darslarda so'zlab qo'ygan. Yakhruju tullabul judud va hum 3. 3 o'quvchi chiqib ketdi, ular 3. Isma'u ya ikhwan. Qarindoshlar, anglanglar. Sayazuru al-ma'had gadan wafdun min ihda jami'at Nigeriya. Institutni ata Nigeriya universitetlarining biridan kelgan elchilar ziyorat qiladi. Fala yaghib ahadun va la yata'akhkhar. Faladagi fa 3 deymanda. Shunlashqa hech kishi yo'qolib ketmasin, ya'ni kammay qolmasin, va la yata'akhkhar kechikmasin. Wal yalbas kullu talibin libsa baladi. Har bir o'quvchi o'zining davlatining kiyimini kiysin. Ana shu jumlada la yaghib bulutsuz buyruq bilining 3-xil shakli. 3-chi shaxsi. Hech kim yo'qolib ketmasin. La yata'akhkhar. Bu o'xshashlar bulutsuz buyruq biliniki 3-chi shaxsi. Ya'ni hech kim kechikmasin. Wal yalbas ma 3-chi shaxs buyruq bil. Linaqra ad-dars al-an. Hozir darsni o'qiymiz seni. O'qiymiz degan gap. Ya'ni bu buyruq biliniki birinchi shaxs buyruq bil. Ta'al ya Adnan, vaktub hadhihi al-ayat ala as-sabura. Adnan, bu yoqqa kel. Bu oyatni doskaga yoz. Liyaktub Aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Ali yazsun. Chunki uning xati, fochurkisi mening fochurkamdan chiroyli, ya'ni xatimdan chiroyli. Liyaktub 3-chi shaxs bo'lishliq buyruq bil. Uktub ya Ali. Ali, sen yoz. Ba'da faraghi min al-kitaba, yazishdan beka olgandan keyin men yaqra'uha kim o'qiydi? Liyaqra'ha Muhammad fa innahu qari'un zu sawtin jamil.
uni Muhammad o'qisin. Bumi o'xshashla uchinchi shaxs buyruq qil. Fa innahu qari'un zu sawtin jamil. Chunki u chiroyli ovozli qari. Ba'da al-isti'aza wal basmala, yani a'udhu billahi va bismillahni o'qib bo'lgandan keyin falyanzuril insanu ila ta'amihi. Yani inson o'zining tomog'iga qarab boqsin. Bu yerda falyanzuril uchinchi shaxs bo'lishliq buyruq qil. Ya ustaz, uridu an akhruj. Ustoz, men sirtqa chiqay degan. La yakhruj ahad asna ad-dars. Dars oralig'ida hech kim chiqmasin. O'rinda la yakhruj uchinchi shaxs bulutsiz buyruq qil. Va ra'sa, voy beshim. Ma bika ya Zubayr? Zubayr, sana nima bo'ldi? Bi suda'un shadid. Amadiki va ra'sa nudba, ya'ni bearamlikni ifodalash shakli. Bi suda'un shadid. Mening beshim qattiq og'rib ketdi. Ya'ni menda qattiq bosh og'riq bo'ldi, paydo bo'ldi degan gap. Degani biz bayat degandek ismi fe'l. Yani o'zi ism ama ma'nosi fe'l. Atavajja'u, men qattiq bearam bo'lyapman, azoblanayapman degan ma'noda. İzhab ila al-mustashfa. Doktorxonaga bor. Wal yadhhab ma'aka ahad zumalaika fi sakan. Sen bilan birga sening yotoqdagi saboqdoshlaringning birisi basun. Liyazhab basun qilsin asun, ya'ni uchinchi shaxs bulishliq buyruq bil. Ya'ni amr g'oyib. Falyadhhab ma'i Adnan. Men bilan Adnan basun. Umi amr g'oyibning uchinchi shaxs bulishliq buyruq bil. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.